Hammaga salom. Bugungi sonimizda siz bilgan, balki bilmagan qiziqarli ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Agarda sizga qiziq bo'lsa, marhamat, tomosha qiling. 4000 yillar ilgari Vavilonda ajoyib urf-odat mavjud bo'lgan. Yangi kelinning otasi kuyov bolani bir oy mobaynida asalli pivo ichishga majbur etgan. Shuning uchun to'ydan keyingi birinchi oyni asal oyi deb atashadi. Qo'shtuyoqlar oilasiga kiruvchi eng kichkina kiyik bu yavan kanchila hisoblanadi. Ular qo'y, echki va kiyiklar singari o'tlarni iste'mol qilishadi. Ularning uzunligi 40-50 sm, vazni esa bor yo'g'i 2,5 kilogacha borishi mumkin. Yalqov koala ham mushuk singari uxlashni yaxshi ko'radi. Ular bir kun mobaynida 22 soatgacha uxlashlari mumkin. AQShning Los-Anjeles shtatida avtomobillar soni odamlar sonidan ko'p. Tipratikanlar olma va qo'ziqorinni suyib iste'mol qilishadi deb o'ylasangiz, adashasiz. Bu faqatgina ertaklarga xos narsa. Aslida ular yirtqich hayvon bo'lib, qurbaqa, chuvalchang va qurt-qumursqalar bilan kun ko'rishadi. Suratda ko'rib turganingiz Sahara cho'lining turli xil qum navlari. Inson boshi uzilgandan so'ng uning miya faoliyati yana 30 soniyagacha ishlashi mumkin. Yuli Sezarning sochi to'kilishi bois boshini kalligini yashirish uchun lavr gulchambarini kiyib yurgan. Inson organizmidagi eng tez organ ko'z hisoblanadi. 1 soniyada 5 martagacha ko'zingizni ochib yumishingiz mumkin. Yilning sentyabr oyida AQShlik o'g'ri begona odamning uyiga kirib, o'sha yerdan turib internet orqali narsalarni sotib yuborgan. Olmaxonlar yeganidan oshgan yong'oqlarni berkitib qo'yishadi va ko'p hollarda berkitgan joylari eslaridan chiqib qoladi. Shu bois olmaxonlar tufayli yer yuzida millionlab yangi daraxtlar o'sadi. Suratda ko'rib turganingiz Avstriya. Aslida bu joylar odamlar sayr qiluvchi park, lekin bahor oylarida tog' suvlari ostida qolib, tiniq ko'lga aylanadi. Chingizxon o'lma haqida bir necha taxminiy fikrlar mavjud. Ulardan biri Chingizxonni jinsiy aloqa paytida o'lgan deb taxmin qilishadi. Insonning qo'l barmoq izlari noyob bo'lgani singari, mushuklarning burun izlari ham noyobdir. Yer yuzidagi hech qaysi mushukning burun izlari bir-birinikiga o'xshamaydi. Dunyodagi eng qimmat konyak Qirol Genri 4 deb nomlanadi. 24 karatli oltin va brilliantlar bilan qoplangan. Ichidagi konyak esa 100 yilga teng. Uning narxi $2 million deb baholanadi. Agar odam har doim har xil yozuvlar bilan yozsa, bu uning ijodiy qobiliyatidan dalolat beradi. Faqatgina hayvonlarda dum mavjud bo'ladi desangiz, adashasiz. Oramizda dumli insonlar ham mavjud bo'lib, tibbiyot tilida atavizm deb nomlanadi. Bunday hollarda bolani yoshligidan shifokorga ko'rsatgan yaxshi. Aks holda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Suratda ko'rib turganingiz avtomobil raqami. Faqatgina bir raqamidan iborat bo'lib, uni arab tadbirkori Ahmad Al-Zaruni $4,900,000 ga sotib olgan. Siz faqatgina tasavvur qilib ko'ring, bir dona raqam uchun deyarli $5 million. Qurib qolgan joylarga va tashna insonlarga suv yetkazish uchun yerliklarning puli yo'q, lekin Marsda suv qidirish uchun ularning milliardlab pullari mavjud. Yoki qandaydir raqam uchun millionlarni sarf qilishadi. O'ylanib qolasan kishi, yerliklarning aqli joyidamikin o'zi? Barcha ma'lumotlar ochiq internet tarmoqlaridan olingan.
Sizga yoqqan ma'lumotni kommentariyada yozib qoldiring. Yangi va qiziqarli videoroliklarni o'tkazib yubormay desangiz kanalga obuna bo'ling. Agarda videorolik yoqqan bo'lsa, laykni bosing va keyingi videoroliklarni tomosha qiling. Omon bo'ling do'stim.